Sizlarga hozir bir qisqacha bir lifehack ko'rsataman. Qanday lifehackni kimdir bilishi mumkin, kimdir bilmasligi mumkin. Masalan, shunday ikki chokli trikotajniy обработкалар bo'ladidan, неважно, nerda bo'lishi, yuynak nipasimi yoki bryuk nipasimi, толстовками, неважно, nerda bo'lsa, shuning tikilishi bo'lsa, agarda siz shuni so'tishi, ya'ni shu so'tish to'g'ri gap qolsa, nomaqsadda so'tishingiz неважно, ish qilib so'tishi to'g'ri gap qolsa, aytsangiz chok ketib, kelib to'xtagan yeri bo'ladi, to'xtashga yeri. Sho'rini обязательно birinchi sho'rini so'tadon bilan so'tib beramiz. Boshunday naqini akkuratnenько aytib naqlarini chiqarib, shunday so'tamiz. Men уже so'tvadim hozir. Yerini so'tib berasiz. Ozgina yeringizni so'tgandan keyin orqa tarafida bir dona ipi bo'ladi o'zi. Orqa tarafidagi bir dona ipi so'tilaveradi. Tortsangiz. Shuni tortasiz. Masalan, masalan, ish tomonidan tamom bo'lgan ina. Orqadagi tomondagi ipini, pastindagi ipini tortasiz, o'ziga ketaveradi ina. Akkuratnenько aytib, astan tortasiz, qiynalib, har bir naqini o'tib, matoni to'zdirib, sarapcha aytib, teshibmi, nodidon do'shi bermin, aytib qiynalib o'tirganingizdan shu birinchi ipni yo'nalish tarafini topsangiz, qaysi tarafdan boshlangan, qaysi tarafdan tamom bo'lganligini topsangiz, shu tarafdan tamom bo'lgan tarafidan orqaga qarab tortib boshlasangiz, ipni o'ziga ketaveradi ina. Eng oson usulda hamda sifatli obrazı ina üstünde naqni просто olib qo'yaverasiz. Ikki dona ustunda bo'ladi, birisi pastida bo'ladi ina. Уже so'tildi ansatgina. Endi dazmollaysizdan, xohlaganingizcha, xohlasangizdan va tikishingiz mumkin, xohlasangiz kesishingiz mumkin. Endi o'zingizni ish tartibingizni, jarayonini qarab qilaverasiz. Men bu yerda ko'rsatishimdan maqsad bu videoni qay tarzda shunday trikotajniy обработкаlar oson usulda so'tilishini ko'rsatdim. Ham tekis. Masalan, ikkisini birlashgan yeri deganimda, ishning yeri bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bu yon tarafdan ketgan, bu yon tarafdan kelib, shu yerda zakrivka berib, ikkisi birlashgan. Siz ish yo'ridan so'tasiz. Akkuratnenько so'tganingizda, shu kelib to'xtagan tarafini qarab, ipni tortasiz orqa tarafidan, o'ziga ketaveradi. Tarqalib, hozir ko'rsatgandek etib. Lifehackim shundan bugungi trikotajniy обработкаларni eng oson usulda qanday so'tamiz degan maqsadda rolikimiz. Sog' bo'linglar. Ishimiz davom qiladi. Like bosib qo'yishni unutmanglar.